Assalomu alaykum aka. Qalaysiz? Allohga yaxshi shukr, rahmat. Onangiz hozir onangiz qanday? Hozir juda yaxshi. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi. Operatsiyalar o'tdi. Kelgan holida ancha yaxshi hozir xudo xolasa. Hamma ahvoli. Operatsiya tugagandan keyin hozir 8 kun ketdi. 8 kun ketdi. Hozir siz ayting, hozir siz va onangiz ham qanday his qilyapti? Hozirgi holati ancha yaxshi, xudoga shukr. Bu operatsiya bo'lmasdan oldin endi hammada bu kasal yomon ekanda, stress bo'ldi, qo'rqdi onam. Nima bo'ladi endi, nima qanaqa bo'ladi endi, shunaqa qo'rquv bo'ldi. Operatsiya bo'ldi, xudoga shukr, hamma xotirjam, yaxshi, xudo xolasa. Endi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa, davolanish yaxshi. Davolanish yaxshi. Va siz ayting, Javed janobga qanday ma'lumot yetgan? Oldin o'zimiz O'zbekistondan-ku, Qo'qonda, masalan, Qo'qonda doktorga uchrashdik, ikki kurs ximiya oldik. O'zimiz akaxon, Qo'qondagi doktoram. Keyin shu gaplashib Temur degan yigit bilan tanishdim. Instagramda ko'rdim. Temur bilan tanishdim. Temur bilan gaplash. Temur tavsiya qildi Javed janoblarini. Temur tavsiya qildi. Keyin onlayn konsultatsiya qilib berdi. Buni O'zbekistonda biz turdik, Javed janoblari Hindistonda turib onlayn ko'rishib, kasalni ko'rib konsultatsiya qildik. Ana undan keyin kelishga qaror qildik. Va bu operatsiya O'zbekistonda qilinmaydi, shu yerda qilishi mumkin. Va bu operatsiya tugagandan keyin hozir qanday his qilyapsiz? Juda yaxshi, hammasi yaxshi va ovoz kelyapti va ovoz keldi va gapiryapti onangiz. Hozirgi holati yaxshi, gapiryapti. Endi operatsiyaga 8 kun bo'ldi. Xudo xolasa sekin yana ham o'zining holatiga keladi. Inshaalloh, yana ham o'zining holatiga keladi. Samimiy eng asosiysi biz shu kasallikdan qutulyapmiz. Joydagi. Xudo xolasa shu kasallikdan qutulyapmiz. Xudoga shukr. Inshaalloh. Xuddi shunday. O'sha Temur akam bilan gaplashdim, Javed janoblarini tavsiya qildi. Javed janoblar bilan tanishdik, keldik, operatsiya bo'ldik. Xudoga shukr, hozir yaxshimiz. Hozir ancha yaxshimiz. Va biz sizga aytilgan davolash xuddi shunday qilindimi? Xuddi shunday. Qanday gaplashgan bo'lsak, xuddi shunday bo'ldi. Biz O'zbekistondan kelib, hind tilini bilmaymiz-ku. Siz bilasiz-ku. Bizni olib yurasiz. Bizga qulay. O'zbekistonda bo'lsa ham biz sal kimga borib uchrashib bilmay qolishimiz mumkin-da. Hattoki o'zini davlatida bo'lib turib ham bilmasligi mumkin odamlar. Lekin siz birga olib yurasiz, ishimiz tez bitadi. Sizga shu yerdan kelgandan keyin muammo bo'ladi? Yo'q. Bizga deyarli muammo bo'lmadi. Bizga eng to'g'ri kelgan yaxshi variantlari pul tomonlama menga ma'qul. Pul tomonlama, finans tomonlama menga yaxshi. Menga to'g'ri keldi finans tomoni. Ikkinchidan bizga qulayliklari zo'r ekan. Yotoqxonamiz aniq ekan. Olib kirib olib chiqishi mashinalar o'zi bor ekan. Chiqamiz, siz kutib olasiz. Bizga o'sha juda ham qulay tushdi. Qiyinchilik ko'rmadik. Xudo xolasa. Onamni kasalini o'ylab biz bir ahvolda yurgan ahvolimizda keldik. Hozir onam yaxshi, xudoga shu darddan forig' bo'lyapti. Biz yaxshi. Va Javed janob, bu davolash uchun xarajat aytilgan. Shu yerda ham xuddi shunday qildingmi? Xuddi shunday. Javed janob bilan birinchi marta telefonlashib gaplashganimizda primerni summani aytgan. Javed janob. Keyin biz deyarli o'shandan ham sal kamroq summani olib keldik. Puldan muammo bo'lmadi. U kelishdik nimasi yo'q. Muammo bo'lmadi uni. Qulayliklari mabodo pul yetmay qolsa, Javed janob o'zidan ham sarflaydi ekan. Operatsiyaga pulimiz sal O'zbekistondan kartaga tashish to'xtab qoldi, Javed janob o'zining cho'ntagidan qo'shib turdi. Hozir qanday his qilyapsiz? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, onam hech muammo yo'q?
Bir oy oldin biz bemor bilan onlayn konsultatsiya o'tkazdik. Bemor Qo'qondan va doktor Zaid tavsiyasiga ko'ra uni Hindistonga davolanish uchun taklif qildik. Operatsiyadan keyin bemor holati yaxshi. Bemorda til saratoni aniqlangan edi. Til bilan bog'liq bunday saraton operatsiyalari juda kam uchraydi va juda katta mahorat talab qiladigan murakkab jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Hozir bemor o'zini yaxshi his qilmoqda. Eng muhimi, oldingidek bemalol gapira oladi.